Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Mescid kirip perzni yalğız okuvatatdim. Bir bölük kişiler kirip cemaat bulup men okugan namazını başladı. Bu ahvalda namazını bozup ularga ergişişim kerakmi yoki özümning namazimni davomlashtirib o'qiyveramdi men. Bu ahvalda okuvatgan namazı sham yoki bomdod namazlari bo'lsa, bir rekatni o'qib bo'lgan bo'lsin yoki ikkinchi rekatri bo'lsin, jamoat namozining mukofotiga erishish uchun darhol namozni bir tarafga salom berib bilan buzib o'qiyotgan namozini jamoatga ergishib o'qiydi. Agar o'qiyotgan namozi 4 rekatlik namoz bo'lsa, birinchi rekatni tek o'qib bo'lmagan bo'lsa, ya'ni birinchi rekatning sajdasini qilmagan bo'lsa, darhol bir tarafga salom berib bilan namozni buzib jamoat namoziga ergishivasi bo'ladi. Agar peshin namozining bir rekatni o'qib bo'lgan bo'lsa, ikkinchi rekatni darhol o'qib, ikki rekat qilib salom berib o'tib, uningdan keyin jamoat namoziga ergishib, jamoat namozini o'qiydi. Agar 4 rekatlik namozning 3 rekatni o'qib bo'lgan bo'lsa, jamoat kirishdan burun namozini davomlashtirib o'qiyverdi, namozini buzib jamoat bilan o'qiyman deb 3 rekatni o'qib bo'lgan namozni buzmasligi lozim.